Hurmatli fuqarolar, quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Sizga bank plastik karta taqdim etayotgan bank xodimidan xavfsiz foydalanish qoidalari haqida batafsil ma'lumot so'rashingiz va ushbu qoidalarga doimo rioya qilishingiz lozim. O'zini bank yoki mobil to'lov tizimi xodimi deb tanishtirgan har qanday shaxslarga umuman ishonmang. Zero ular hech qachon sizdan shaxsiy va bank plastik karta ma'lumotlaringizni so'rashga haqli emas. Unutmang, so'radimi, demak u firibgar. Shubhali hamda begona raqamlar orqali amalga oshirilgan barcha qo'ng'iroqlarga javob bermang. Sizning raqamingizga yuborilgan maxsus 5 xonalik SMS kodlarni hech kimga aytmang. SMS kodlarni faqat va faqat firibgar so'raydi. Hisobingizdan noma'lum sabablarga ko'ra pul mablag'lari yechilishi bilanoq, zudlik bilan bank plastik karta orqa qismidagi ishonch raqamlariga qo'ng'iroq qiling va vaqtincha bloklating. Ijtimoiy tarmoqlarda shubhali havolalar orqali ro'yxatdan o'tmang va bank plastik karta ma'lumotlaringizni aslo kiritmang. Qisqa muddatlarda pullaringizni ko'paytirib berishni va'da berayotgan firibgarlarga ishonmang. Ijtimoiy tarmoqlar orqali katta miqdordagi pul mablag'lari meros sifatida qolganligi yoki biror lotereyadan yutuq yutganligingiz to'g'risidagi yolg'on xabarlarga ishonmang. Tovarni qabul qilmasdan oldindan boshlang'ich badal pullarni o'tkazib bermang. Pul mablag'lari evaziga hech kimga o'z nomingizga bank plastik karta rasmiylashtirib bermang. Har kuni telefoningizdagi mobil ilovalarga qo'shimcha begona qurilmalar ulangan yoki ulanmaganligini doimiy tekshirib boring. Telefoningizni sotish yoki o'zga insonga berib yuborishdan oldin barcha mobil ilova tizimlari orqali akkauntlarni o'chiring. Aziz yurtdoshlar, bank plastik karta va o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni begona shaxslarga taqdim qilmang. Sizdan ushbu ma'lumotlarni faqat va faqat firibgarlar so'raydi. Ehtiyot bo'ling. O'zingiz va oilangizni kiber tahdidlardan himoya qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.